Diqqat bilan eshiting. 1975 yilgacha tug'ilganlar uchun bu ma'lumot juda muhim. Gap faqat pensiya yoshiga yaqinlashgan odamlar haqida emas, balki ularning oilasi, farzandlari. Ish beruvchilari va hujjatlarini vaqtida tartibga keltirmagan har bir fuqaro haqida ketmoqda. 25 avgustdan boshlab hujjatlar, ish staji, elektron ma'lumotlar va ayrim to'lovlar bo'yicha tekshiruvlar hamda murojaat qilish tartibida muhim o'zgarishlar kuchga kiradi. Men sizga buni oddiy tilda, keraksiz murakkab so'zlarsiz tushuntirib beraman. Hozir obuna bo'ling, videoga like bosing va bu xabarni ota-onangizga, aka-ukangizga, opa-singlingizga yuboring. Chunki bitta hujjatdagi xato keyinchalik pensiya yoki nafaqa miqdoriga ta'sir qilishi mumkin. Avval ko'pchilik pensiya yoki ijtimoiy to'lov masalasini faqat pensiya yoshiga yetganda o'ylardi. Masalan, odam 30 yil ishlagan bo'ladi, lekin mehnat daftarchasida bir joyda muhr noaniq. Boshqa joyda ishga kirgan sanasi bor, ishdan bo'shagan sanasi yo'q. Yana bir korxona allaqachon yopilib ketgan. Shunda fuqaro pensiyaga chiqish oldidan arxima-arxiv yurishga majbur bo'lardi. Kimdir eski korxonasini qidiradi. Kimdir tuman arxivga boradi, kimdir sud orqali ish stajini tasdiqlashga urinadi. Bu esa vaqt, asob va pul degani. Endi vaziyat o'zgaryapti. Davlat idoralari ma'lumotlarni tobora ko'proq elektron bazalar orqali tekshiradi. Ya'ni sizning ish stajingiz, daromadingiz, soliq to'lovlari, korxonada ishlagan davringiz. Ayrim ijtimoiy imtiyozlarga huquqingiz faqat qo'lingizdagi qog'ozga qarab emas, elektron tizimdagi ma'lumotlar bilan solishtiriladi. 25 avgustdan keyin aynan shu masala ko'proq ahamiyat kasb etadi. Kimning hujjati to'g'ri? Kimning ma'lumoti bazada ko'rinadi? Kimning ish yillari tasdiqlangan? Kimda esa bo'sh joylar bor? Men bu yerda eng muhim narsani aytmoqchiman. 1975 yilgacha tug'ilganlarning ko'pchiligi Sovet davri 90 yillar. 2000 yillar boshidagi ish tajribasiga ega. Aynan shu davrlarda hujjatlar ko'pincha qog'ozda yuritilgan, korxonalar qayta tashkil etilgan, nomi o'zgargan yoki tugatilgan. Shuning uchun bu yosh toifasida hujjat bilan bog'liq muammolar ko'proq uchraydi. Oldin odam o'zini shunday ovutardi, mehnat daftarcham bor, demak hammasi joyida. Lekin hozir faqat mehnat daftarchasi yetarli bo'lmay qoladigan holatlar ko'paymoqda. Agar undagi yozuvlar aniq bo'lmasa, muhr o'qilmasa, lavozim yoki tashkilot nomi noto'g'ri yozilgan bo'lsa, elektron bazada bu ma'lumot chiqmasa, qo'shimcha tasdiq talab qilinishi mumkin. Masalan, ayol kishi 1972 yilda tug'ilgan. U 1991 yildan 1998 yilgacha tikuvchilik fabrikasida ishlagan. Keyin bola parvarishi bilan uyda bo'lgan. So'ng 2005 yildan xususiy korxonada ishlay boshlagan. Pensiya hisobida har bir davr muhim. Agar 1991-1992 yillardagi fabrikaga oid yozuvda muhr o'chib ketgan bo'lsa, yoki fabrika keyinchalik boshqa nomga o'tgan bo'lsa, bu yillarni tasdiqlash kerak bo'ladi. Agar ayol bu masalani pensiya yoshiga yetgandan keyin boshlasa, jarayon cho'zilishi mumkin. Lekin hozirroq tekshirsa, qaysi arxivga murojaat qilishni, qaysi ma'lumotnoma kerakligini, qayerda xato borligini oldindan bilib oladi. Yana bir misol, erkak kishi 1960-yilda tug'ilgan. U 1906-1960 yillarda harbiy xizmatda bo'lgan, keyin 1990 yillarda qurilish tashkilotida ishlagan. 2000 yillarda esa chet elga ishlashga ketgan. Bu odam pensiya stajini hisoblatayotganda harbiy xizmat davri, rasmiy ishlagan yillari va chet eldagi mehnat faoliyati alohida ko'rib chiqiladi. Agar chet eldagi ish rasmiy shartnoma, sug'urta yoki tegishli hujjat bilan tasdiqlanmagan bo'lsa, u pensiya hisobiga hamma vaqt ham avtomatik qo'shilavermaydi. Demak, odam men 35 yil ishlaganman deb o'ylashi mumkin. Lekin hujjatda tasdiqlangan staj bundan kam chiqib qolishi ehtimoli bor. Birinchi navbatda 1975 yilgacha tug'ilgan ayollar va erkaklar e'tiborli bo'lishi kerak. Ayollar uchun pensiya yosh odatda erkaklarnikidan oldinroq keladi. Shuning uchun 1970-1975 yillarda tug'ilgan ayollar hujjatlarini ayniqsa tezroq ko'rib chiqishi kerak. Erkaklar ham hali vaqt bor deb yurmasligi kerak. Chunki stajdagi bitta murakkab davrni tasdiqlash bir necha oy vaqt olishi mumkin. Ikkinchi toifa 9000 yillarda ishlaganlar. Bu davrda ko'p korxonalar yopilgan, xususiylashtirilgan, nomi o'zgargan yoki boshqa tashkilotga qo'shilgan. Agar siz o'sha paytda maktabda, kolxozda, zavodda, qurilish boshqarmasida, savdo korxonasida, kasalxonada, fabrikada yoki davlat idorasida ishlagan bo'lsangiz,
Mehnat daftarchasidagi yozuvlarni albatta tekshirib chiqing. 3-toifa, uzoq yillar norasmiy ishlaganlar. Masalan, odam 10 yil ustachilik qilgan, savdoda ishlagan, dehqonchilik qilgan yoki xizmat ko'rsatgan. Lekin rasmiy shartnoma bo'lmagan. Bunday holatda odamning real mehnati bor, lekin pensiya tizimi ko'pincha hujjatga qaraydi. Shu sababli kelajakdagi to'lov miqdori kutilgandan past bo'lishi mumkin. Men bunday odamlarga hoziroq rasmiy faoliyat, soliq to'lovchi sifatida ro'yxatdan o'tish yoki mavjud hujjatlarni tartib keltirish masalasini ko'rib chiqishni tavsiya qilaman. 4-toifa, ismi. Familiyasi yoki otasining ismi o'zgarganlar. Ayollarda turmush qurgandan keyin familiya almashish ko'p uchraydi. Agar mehnat daftarchasida eski familiya, pasportda yangi familiya bo'lsa, nikoh guvohnomasi yoki familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjat kerak bo'ladi. Bitta harfdagi farq ham muammo tug'dirishi mumkin. Masalan, Karimova bir joyda Karimova, boshqa joyda Karimova deb yozilgan bo'lsa, tizim buni boshqa shaxs deb ko'rishi mumkin. Agar sizning barcha ish joylaringiz rasmiy bo'lgan, ish haqi bank orqali tushgan, soliq va ijtimoiy to'lovlar to'langan, elektron mehnat ma'lumotlaringiz to'liq ko'rinayotgan bo'lsa, jiddiy xavotirga asos kamroq, lekin bu tekshirmaslik kerak degani emas. Men tajribamda shuni ko'p ko'rganman. Odam hammasi joyida deb o'ylaydi. Lekin elektron tizimda bitta ish joyi ko'rinmaydi yoki sanalar noto'g'ri tushgan bo'ladi. Masalan, fuqaro 2002 yil yanvardan 2012 yil dekabrgacha bir korxonada ishlagan. Mehnat daftarchasida hammasi bor. Lekin elektron bazada faqat 2025 yildan keyingi davr ko'rinadi. Bu holda 2022-2025 yillar bo'yicha arxiv yoki ish beruvchi ma'lumotnomasi kerak bo'lishi mumkin. Agar odam buni oldindan aniqlasa, masala tinch hal bo'ladi. Agar pensiya tayinlanadigan kuni bilsa, to'lov kechikishi yoki miqdor vaqtincha kamroq hisoblanishi mumkin. Eng ko'p uchraydigan xato bu mehnat daftarchasidagi sanalarning mos kelmasligi. Ishga qabul qilingan sana buyruqda bir xil, daftarchada boshqa xil bo'lishi mumkin. Ba'zida 01.09.1996 o'rniga 01.1998 yozilgan bo'ladi. 2 yil farq katta masala. Pensiya hisobida har bir yilning ahamiyati bor. Shuning uchun mehnat daftarchasini varaqlab chiqib, ishga kirgan va ishdan chiqqan sanalarni alohida yozib oling. Ikkinchi nozik masala bu muhr va imzo. Eski daftarchalarda muhr xira bo'lishi, tashkilot nomi o'qilmasligi, rahbar yoki kadrlar bo'limi imzosi bo'lmasligi mumkin. Bunday yozuvni idora shubhali deb topishi mumkin. Bu siz ishlamagansiz degani emas, lekin buni qo'shimcha tasdiqlang degani. Qo'shimcha tasdiq esa arxiv ma'lumotnomasi, buyruq nusxasi, ish haqi qaydnomasi yoki boshqa rasmiy hujjat bo'lishi mumkin. 3-nozik masala bu bola parvarishi davri. Ko'p ayollar farzand tug'ilgandan keyin bir necha yil ishlamagan. Bu davrlarning qaysi qismi stajga kiritilishi, qanday hujjat bilan tasdiqlanishi, nechta farzand bo'yicha qanday tartib qo'llanishi amaldagi qonunchilikka qarab belgilanadi. Shuning uchun ayollar tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh guvohnomasi, familiya o'zgarishi haqidagi hujjatlarni alohida papkaga joylab qo'yishi kerak. 4-nozik masala bu nogironlik, boquvchisini yo'qotganlik, kam ta'minlanganlik yoki boshqa ijtimoiy yordamlar bilan bog'liq huquqlar. Ba'zi odamlar bir vaqtning o'zida bir nechta yordam turiga da'vogarlik qiladi. Lekin har bir to'lovning o'z sharti bor. Masalan, daromad miqdori, oiladagi a'zolar soni, yashash manzili. Nogironlik guruhi yoki tibbiy xulosa talab qilinishi mumkin. Bir hujjat yetishmasa, arza qaytarilishi yoki ko'rib chiqish muddati cho'zilishi mumkin. Birinchi holat. 1970-yilda tug'ilgan ayol 20 yil maktabda ishlagan. Keyin xususiy o'quv markazida dars bergan. Maktabdagi davr aniq chunki davlat muassasasi bo'lgan. Lekin xususiy o'quv markazi soliq hisobotlarini to'liq topshirmagan bo'lsa yoki mehnat shartnomasi rasmiylashtirilmagan bo'lsa, bu yillar muammo bo'lishi mumkin. Ayol o'zini 28 yil stajim bor deb hisoblaydi. Lekin tasdiqlangan staj 22 yil bo'lib chiqishi mumkin. Farq pensiya miqdoriga ta'sir qiladi. Ikkinchi holat. 1965 yilda tug'ilgan erkak zavodda 15 yil ishlagan. Zavod 2003 yilda yopilgan. Mehnat daftarchasida yozuv bor, lekin muhr o'qilmaydi. Bu odam zavodning hujjatlari qaysi arxivga topshirilganini aniqlashi kerak. Ba'zan tuman arxivi, ba'zan viloyat arxivi, ba'zan korxonaning huquqiy vorisi bo'lgan tashkilot ma'lumot beradi. Oldindan murojaat qilinsa, pensiya tayinlash vaqtida muammo kamroq bo'ladi. 3-holat.
1974 yilda tug'ilgan ayol bir nechta farzand tarbiyalagan, yillar davomida uyda bo'lgan. Keyin yakka tartibdagi tadbirkor sifatida ishlagan. Bu holatda u bola parvarishi davrlariga oid hujjatlarni, farzandlarning tug'ilganlik guvohnomalarini, tadbirkorlik ro'yxatdan o'tgan sanasini, soliq to'lovlari bor yo'qligini tekshirishi kerak. Chunki men ishlaganman degan o'zaki gap bilan tizim hisob qilmaydi. Rasmiy iz kerak. 4-holat. 1959 yilda tug'ilgan fuqaro Rossiya, Qozog'iston yoki boshqa davlatda ishlab kelgan. Agar u o'sha davlatda rasmiy ishlagan, sug'urta to'lovlari qilingan va tegishli hujjatlar mavjud bo'lsa, bu alohida tartibda ko'rib chiqilishi mumkin. Lekin odam faqat og'zaki kelishuv bilan ishlagan bo'lsa, pensiya uchun bu davrni tasdiqlash qiyinlashadi. Shuning uchun chet elda ishlaganlar mehnat shartnomasi, maosh ma'lumotnomasi, sug'urta raqami, ish beruvchi ma'lumotnomasi kabi hujjatlarni saqlashi zarur. Birinchi qadam, pasport yoki ID karta ma'lumotlaringizni tekshiring. Ism, familiya, otasining ismi, tug'ilgan sana, yashash manzili boshqa hujjatlardagi ma'lumotlar bilan mos bo'lishi kerak. Agar eski hujjatlarda farq bo'lsa, uni tasdiqlovchi guvohnoma tayyor tursin. Ikkinchi qadam, mehnat daftarchangizni boshidan oxirigacha ko'rib chiqing. Har bir ish joyi bo'yicha 3 ta narsani yozib oling. Tashkilot nomi, ishga kirgan sana, ishdan bo'shagan sana. Keyin muhr va imzo bor yo'qligini tekshiring. Agar biror joy noaniq bo'lsa, o'sha tashkilot yoki arxivga murojaat qilishni boshlang. 3-qadam, elektron ma'lumotlarni tekshiring. Buning uchun yagona interaktiv davlat xizmatlari portali, tegishli davlat xizmatlari markazi yoki pensiya jamg'armasining hududiy bo'limi orqali ma'lumot olish mumkin. Siz mening ish stajim bazada qanday ko'rinyapti? Qaysi davlat tasdiqlangan? Qaysi davlat bo'yicha qo'shimcha hujjat kerak degan savollarni aniq berishingiz kerak. 4-qadam, arxiv ma'lumotnomalarini oldindan oling. Agar korxona yopilgan bo'lsa, hujjatlari qayerga topshirilganini aniqlang. Murojaatda to'liq ism familiyangizni, tug'ilgan sanangizni, ishlagan davringizni, lavozimingizni, korxona nomini yozing. Agar korxona nomi o'zgargan bo'lsa, eski nomini ham esingizda bo'lsa, yangi nomini ham ko'rsating. 5-qadam, oilaviy hujjatlarni tayyorlang. Oilalar uchun nikoh guvohnomasi, familiya o'zgarishi haqidagi hujjat, farzandlarning tug'ilganlik guvohnomalari juda muhim bo'lishi mumkin. Erkaklar uchun harbiy bilet, xizmat davri haqidagi hujjatlar. Ayrim hollarda o'qish davriga oid diplom yoki ma'lumotnoma kerak bo'lishi mumkin. 6-qadam, ish beruvchingiz bilan gaplashing. Agar hozir ishlayotgan bo'lsangiz, kadrlar bo'limidan elektron mehnat shartnomangiz, buyruqlar, lavozim o'zgarishlari va ish haqi ma'lumotlari to'g'ri kiritilganini so'rang. Ko'p odamlar ish beruvchi hammasini to'g'ri qilgan deb o'ylaydi. Lekin amalda inson omili bor. Sana noto'g'ri kiritilishi, lavozim tushib qolishi, shartnoma yangilanmagan bo'lishi mumkin. 7-qadam, murojaat qilganda og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Har qanday idoraga ariza bersangiz, ro'yxatdan o'tgan raqamini oling. Elektron murojaat qilsangiz, javob kelganini saqlab qo'ying. Hujjat topshirsangiz, nusxasini o'zingizda qoldiring. Chunki keyin men topshirgan edim degan gapni isbotlash qiyin bo'ladi. Eng avvalo, hammani ro'yxatdan o'tkazyapmiz, pul chiqarib beramiz, pensiyani oshirib beramiz deb pul so'raydigan odamlardan ehtiyot bo'ling. Hujjatlarni tartibga keltirish qonuniy yo'l bilan amalga oshiriladi. Davlat xizmatlari markazi, rasmiy portal, pensiya jamg'armasi bo'limi, arxiv idorasi kabi manbalardan foydalaning. Begona odamga pasport nusxasi, bank kartasi ma'lumotlari yoki SMS kod bermang. 2-xavf kechikish. Ko'pchilik pensiyaga chiqqanimda ko'raman deydi. Lekin pensiya yoshiga yetgan kuni hamma hujjat tayyor bo'lmasa, jarayon cho'ziladi. Bir arxiv javobi 25 kun, boshqasi 30 kun. Ba'zan undan ham ko'proq vaqt olishi mumkin. Agar hujjat topilmasa, qo'shimcha dalil kerak bo'ladi. Shu sababli hoziroq boshlash eng to'g'ri yo'l. 3-xavf, noto'g'ri maslahatga ishonish. Qo'shni, tanish yoki qarindoshning holati siznikiga o'xshashi mumkin. Lekin bir xil bo'lmasligi mumkin. Bir odamda staj yetarli, boshqasida yetmaydi. Bir odamda korxona arxivi saqlangan, boshqasida yo'q. Bir odamning familiyasi o'zgarmagan, boshqasida hujjatlar turli familiyada. Shuning uchun har bir holat alohida tekshiriladi. 25 avgustdan keyin eng asosiy e'tibor hujjatlarning aniqligi va elektron ma'lumotlarning mosligiga qaratiladi. Men buni shunday tushuntiraman.
Endi qog'oz bor degan gapning o'zi yetarli bo'lmasligi mumkin. Qog'ozdagi ma'lumot tizimdagi ma'lumot bilan mos kelishi kerak. Agar mos kelsa, ish osonlashadi. Agar mos kelmasa, sizdan qo'shimcha hujjat so'raladi. Bu o'zgarishning ijobiy tomoni ham bor. Elektron tizim to'g'ri ishlasa, odam kamroq idora yuradi. Ma'lumotlar tezroq tekshiriladi. To'lovlar aniqroq hisoblanadi. Lekin o'tish davrida eski hujjatlari bor fuqarolar, ayniqsa 1975 yilgacha tug'ilganlar o'z ma'lumotlarini oldindan tartibga keltirishi shart. Chunki eski davrlar qanchalik ko'p bo'lsa, xato chiqish ehtimoli ham shunchalik yuqori bo'ladi. Men sizga ekspert sifatida eng amaliy tavsiyani beraman. Bugun uyda bitta papka tayyorlang. Unga pasportga ikkita karta nusxasi, mehnat daftarchasi nusxasi, diplom, harbiy bilet, nikoh guvohnomasi, farzandlar tug'ilganlik guvohnomalari, eski ish joylaridan ma'lumotnomalar, arxiv javoblari va boshqa muhim hujjatlarni joylang. Keyin alohida varaqqa ishlagan yillaringizni ketma-ket yozing. Qayerda bo'shliq borligini ko'rasiz. Masalan, 1934-1939 ishlaganingiz aniq, 2000-2003 bo'sh, 2004-2025 yana ishlagan. Ana shu bo'sh yoki noaniq davrlarni tekshirish kerak. Demak, 1975 yilgacha tug'ilganlar uchun asosiy xabar shuki, 25 avgustdan keyin hujjatlar, ish staji va elektron ma'lumotlar masalasi yanada muhim bo'ladi. Kimning hujjati tartibli bo'lsa, u ortiqcha yugursiz ishini hal qiladi. Kimda xato, noaniq sana yo'qolgan muhr, yopilgan korxona yoki tasdiqlanmagan ish davri bo'lsa, hozirdan harakat qilish kerak. Men tavsiya qiladigan eng to'g'ri yo'l, hujjatlaringizni tekshiring. Elektron bazadagi ma'lumotlarni solishtiring, arxivga vaqtida murojaat qiling. Rasmiy idoralardan yozma javob oling va begona odamlarga shaxsiy ma'lumotlaringizni bermang. Bu ishni bugun boshlasangiz, ertaga o'zingizni ham, yaqinlaringizni ham katta muammodan asraysiz. Sizning oilangizda 1975 yilgacha tug'ilganlar bormi? Ularning hujjatlari tartibdami yoki hali tekshirilmaganmi? Fikringizni izohlarda yozing. Videoni yaqinlaringizga yuboring. Like bosing va kanalga obuna bo'ling. Chunki men sizga shunday muhim o'zgarishlarni sodda tilda tushuntirib boraman.